Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun ko'pchilikni qiynagan savollarga javob beramiz. Ko'pchilik ko'kmara qozon oldim deb Xitoy qozonini olib, qirchilib qolib, qiynalib ishlatolmay yuradi. Bizlar bugun mana ko'kmara qozoni bilan korobkasidan ham birinchi obzor etamiz, keyin qozonning o'zini obzor etamiz. Noldan boshlab tushuntiramiz. Necha etib ko'kmara qozonni adashmay originalini olish mumkin, shular haqida ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda ko'kmara qozonining korobkasini e'tibor beramiz. Korobkasi ko'kmara degan yozuv обязательно bo'lishi kerak. Ko'kmara degan yozuv bo'lishi kerak. Bu granit mana shu qozonning granit toshdan yasalgan bo'ladi. Buni 7 qatlam sloydan ishlangan bo'ladi. Ultra degan qoplama yog'ishtirilgan bo'lsa, qoplangan qirilmaydi. Bu 10 litrlik qozonni hozir obzor etamiz buni. Buning yana e'tibor beradigan yerlarimiz mana orqasida mana birinchi alyumin qatlam turadi, keyin tuproq qatlam, keyin mustahkam qatlam. Keyin bu olmos darajasigacha mustahkam bo'lgan granit qoplam turibdi bu yerda eng yuqori darajadagi. Buni temir qira olmaydi buni. Metal buyumlar ishlatsa bo'ladi. Ko'kmara qozonlarda mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, metalliskiy buyumlardan ishlatsa bo'ladi deb yozilgan mana informatsiya berilgan metal buyumlardan. Qo'rqmay ishlatsanglar bo'ladi. Agar ishlatmayman desanglar, yelim naborni ishlatsanglar ham bo'laveradi. Yelim nabor ko'kmaranikidan olish kerak iloji bo'lsa. Ko'pchilikda yana bir qiynalgan savolga javob berib o'tib ketamiz. Yelim nabor ishlatish kerak qora qozonlarga deydi. Agar ko'kmara olsanglar, temir ishlatsanglar ham qirilmaydi u. Nega desa, bu olmos tengi qattiq material tosh bo'ladi. Ko'kmara qozonimizda mana 10 litrligini obzor etishni boshlaymiz. Buning dizaynina e'tibor beramiz. Mana quloqlari ana shunday neobishniy dizayn bo'ladi bu. Ham ruchkalari qizmitagan bo'ladi. Mana krishkasida ham mana ko'kmara yozuv brendi tushirilgan. İçinden ana shunday qog'oz chiqadi. Mana ko'kmara granit ultra mana ana shu 10 litrlik deb yozilgan shu yerda. Ana shunday bu yerda qanday ishlatish kerak ekani shular informatsiya berilgan. Yana bir e'tibor beradigan yerlarimiz buni. Buni ostidan ham ko'kmara degan yozuv yozilgan mana brend tushirilgan. Hamma qozonning ostida shu ko'kmara brend tushirilgan bo'ladi. Mana shuga e'tibor berasizlar. Ham lazerda granit ultra deb yozilgan. Granit ana shu toshdan yasalgan degan shu. E'tibor beradigan narsamiz ko'kmara Rossiyada ishlab chiqariladi, Tataristonda joylashgan katta zavod. Ko'kmara qozonlar nabor bo'lmaydi hech. Ko'pchilik aytadi, ko'kmaraning nabori bormi deb. Ko'kmara nabor chiqarmaydi. Har biri ana shunday shtushni korobkalarda keladi. Hozir shu yerga tablitsa chiqaramiz. Ko'kmara qozonning markalari bor. Granit ultra degani bor, 7 qatlamli ana shu. Keyin mramorniy degani bor, 5 qatlam, trendy steel degani bor, 3 qatlam. Hammasini tablitsada ko'rib olsanglar bo'ladi. Iloji bo'lsa, agar qozon olgandan keyin yanada umrini uzaytirajak bo'lsanglar, ko'kmara brendi bilan o'zining yelim nabori bor. Mana 9 predmet bo'ladi. Buning afzalligi ana shu o'rtasidan temir qo'yilgan. Bu chiqib ketmaydi, qo'porilmaydi. Mana dastlardan ham ko'kmara deb yozilgan. Is chiqmaydi, yaxshi kelsa. Ana shuni ishlatsanglar, qozonning umri yanada uzayadi. Bemalol ishlataverasizlar. Agar buni ko'pchilik ishlata olmasa, metal ishlatsadan bo'laveradi. Keyingi videolarimizda ko'kmaraning mana skorodkalari bor, hamma razmerlar, bilinchiklar, shularni bir отдельный video etib ishlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'kmara Berniy, Bobur 95 kanallarına. Yangi videolar tez kunda chiqadi yana. Eshit bu hit narsa, hammadan nar, xayoli qani go'zal, o'zidan o'zi asal, yana bilmadim, eshit bu hit narsa, ko'chaga chiqsam taksi